Ertalab bilan bolajonlarim uxlagan paytlari hovlini supurishni boshladim. Uzumlarimiz juda ham chiroyli bo'lgan. Choy qo'ydim. Oshxonani ertalab bilan supurgan edim. Ko'rpachalarni yoydim. Oyijonim uxlabdilar. Ungacha men ko'rpachalarni yoyib, oshxonani chiroyli qilib stolning ustini ham artib olishga ulgurdim. Qaynotam ertalab bilan doim kofe ichadilar. Olmalarimiz, tovuqlarimiz, baklajonlarimiz, pomidorlarimiz, bolgarskiy, ko'katlar, abodringlar. Ishqilib yerimizda hamma narsa bor. Va shu bilan ishlarni qilib, uyga kirib, arab tili darsimni qilishni ham boshladim. Bu mening YouTube'da nechinchidir videom, lekin uy ishlarini qilishim videosi birinchisi.